Saidahmad aka prezident bo'lsa agar qanaqa bo'lar ekan? Hayot ba'zan u bizdan eng aziz insonlarni, eng yorqin xotiralarni tortib oladi. Ammo har bir yo'qotish ortida bir saboq, har bir topilma ortida esa yangi bir umid yashaydi. Yo'qotganlarim va topganlarim bu oddiy xotira kitobi emas. Bu mehr va sadoqat, ayriliq va sog'inch, inson qalbining eng nozik tuyg'ularini aks ettirgan umr kitobidir. Saidahmad o'zining samimiy qalami bilan bizni o'tmishga yetaklaydi. Yo'qotganlarimizning qadriga yetishni, yonimizdagilarni esa ko'proq sevishni o'rgatadi. Kimdir ketadi, ammo uning izi yurakdan hech qachon o'chmaydi. Saidahmadning Yo'qotganlarim va topganlarim asari qalbdan yozilgan, qalbga yetib boradigan asar. Ba'zi kitoblar o'qiladi, ba'zilari esa umr bo'yi yurakda yashab qoladi. Aziz kitobxonlar, biz sizlarga Saidahmadning Yo'qotganlarim va topganlarim kitobini o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz.